Homiladorlik bu bir quvonchli holat. Hamma o'zidan keyin har bir odam o'zidan keyin nasl qoldirishga harakat qiladi, ya'ni o'zini davomchisi, naslini davomchisi bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun demak, homiladorlik bu biz uchun bir quvonchli holat, lekin ba'zida kimgadir homiladorlik payti yurakdagi muammosi ko'proq bezovta qiladi. Ya'ni bu homiladorlik ayol uchun stress holat. Bir tomondan erkak uchun bu quvonchli, oila uchun bir quvonchli holat, lekin ayol organizmi uchun bu stress. Faraz qiling, qorningizda bola, ya'ni siz o'zingizga kerak bo'lib ishlatadigan polni energiyangizni, ya'ni polni vitamin bo'ladimi, oziq-ovqatlarni demak bolaga ham berish kerak. Bu demak o'z-o'zidan ayol o'zini organizmida disbalans paydo bo'ladi. Natijada yashirinib yotgan kasalliklar aktivlashadi. Shuning uchun demak homiladorlik payti murojaatlar ko'proq bo'ladi. Homilador bo'lmagan payti bemorda hech narsa bezovta qilmaydi. Aritmiya bo'ladi, lekin bu aritmiyalarning soni kam bo'ladi. Qaysidir bir dori bilan davolanadi, qaysidir birida umuman davo talab qilmaydi. Homilador bo'lgandan keyin qorin sekin kattalashib ketgandan keyin yurakda nagruzka oshib ketaveradi. Ya'ni ayolning yuragida nagruzka oshib ketaveradi va bu borib o'sha passiv o'choqlarni aktivlashtirishi mumkin. Ya'ni homiladorlikkacha aritmiyasi bir sutkada 200 ta, 300 ta bo'lgan bemorni homiladorlikning o'rtasiga borgandan keyin aritmiya 7000, 10000, 20000 taga tushib qoladi. Demak, homiladorlikning o'rtasiga borgandan keyin bu homiladorlikni to'xtatishga sabab bo'la olmaydi. Kimdir ginekologlar aytadi, ayolning hayotini asrab qolish uchun homilani to'xtatish kerak. Kardiolog aytadi, homilani to'xtatishni hojati yo'q, aritmiyani dori orqali davolaymiz deydi. Shu paytgacha bu narsa juda bir katta diskussiya bo'lgan. Bu bemorlarning omadi. Demak, qaysidir bir kardiologning gapini quloq solmasdan abort qildirishardi, kimdir kardiologning gapini quloq solib, ginekologning gapini quloq solmasdi. Shu uchun demak biz hozir ginekologlar bilan juda bir yaxshi отношенияda, ya'ni qanaqa mabodo shunaqa turdagi aritmiyalar mavjud bo'lsa, ular sразу bizga aritmologga yuborishadi. Ko'rsatmani biz hal qilamiz. Agarda aritmiyasi xavfli bo'lsa, demak bu aritmiyani davolash metodini, operativligini demak kasalga tushuntiramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Xavfli bo'lgan aritmiyalar operatsiya orqali davolanadi. Xavfsiz bo'lgan aritmiyalar dori orqali davolanadi, lekin har doim harakat qilamiz homiladorlikni, ya'ni homilani abort qilmaslikka, homiladorlikni davom ettirishga. Bu chunki har bir oilaning o'zining maqsadi. Har bir aritmiyada bu ko'p chiqadimi, kam chiqadimi, har safar homiladorlikni abort qildirsangiz, u hech narsa o'zgarmaydi. Praktikamda bo'lgan holatni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bemorimiz homiladorlikkacha yurakdan tekshiruvdan o'tgan, hammasi yaxshi, ozgina aritmiyasi bor. Homilador bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin aritmiya soni ko'payib ketadi. Bu 25-30 mingta bo'ladi. Biz aytamiz, "Kel, operatsiya qilib beray, o'sha joyini topib kuydirib beray" desam, bemor ko'nmaydi. Ginekologlar abort taklif qilishadi. Bemor abort qildiradi. Abort qildirgandan keyin kardiolog oldiga keladi. Ko'rsak, aritmiyalar yo'q, hammasi yana joyiga tushgan. Bemor yana o'tiradi, xursand bo'ladi, 3-4 oydan keyin qayta yana homilador bo'ladi. Homiladorlikning yana 4-5-oyga yetib borgandan keyin aritmiya soni yana oshib ketib, bemorni yana shikoyatlar paydo qilish boshlaydi. Ginekologlar endi bosh qotdi. Birinchisini abort qildirishdi, ikkinchisini nima qilamiz deb. Demak, bunaqa holatda biz bemorga yordam berganmiz. Ya'ni yurakda o'sha paydo bo'lgan o'chog'ini kirib, tomir orqali o'sha o'choqni topib kuydirganmiz. Operatsiya qilsa bo'ladimi? Homiladorlikda bo'ladi. Qachonki ayolning hayoti xavf ostida bo'lsa.
Operatsiyani o'ziga yarasha nojo'ya ta'sirlari mavjud. Bu nima nojo'ya ta'sirlar? Birinchidan, organizm uchun operatsiya bir ortiqcha stress. Ya'ni bemor operatsion stolda tekis yotishi kerak. Kamida 1 soat bo'ladimi, 2 soat bo'ladimi? Bemor ba'zi bir bemorlarda belda og'riq bo'ladi yoki qorni gorizontal yotgani uchun, bosgani uchun bemor betoqat bo'ladi. Yana bir nojo'ya ta'sirlardan biri, biz operatsiyada o'zimiz rentgen nurlarini ishlatamiz. Ya'ni maxsus o'zimizning apparatimiz bor, angiograf. U rentgen nurlari orqali demak yurakning tasvirini bizga ko'rsatadi. Bu rentgen nurlari demak ertaga bemorning o'ziga xavfsizroq, lekin qornidagi homilasiga xavfliroq bo'lishi mumkin. Chunki bu nurlar bemorni tana vaznini hisoblab, o'ylab topib, o'sha bemorga xavfsizroqligi uchun beriladigan nurlarning darajasi bola, ya'ni homilaga ko'plik qiladi. Bu nimalarga olib kelishi mumkin? Ertaga bemorni o'sha homilasini noto'g'ri rivojlanishi va har xil paroklarga olib kelishi mumkin. Ya'ni yuragi noto'g'ri rivojlanib qolishi mumkin yoki turli xil turdagi tug'ma nuqsonlar bilan bola tug'ilishi mumkin. Shu uchun demak biz bemorni faqat hayotiy ko'rsatma asosida, ya'ni bemorni operatsiya qilmasangiz, bemorning ahvoli og'ir holatga boradi yoki og'ir holatdan ginekologlar abort qilishi kerak yoki siz operatsiya qilishingiz kerak. Shu uchun bemorlarga tushuntiramiz. Bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarimizning foizi 3% dan 5% gacha. Agar rozi bo'lsangiz, biz operatsiyangizni qilib beramiz. Agar bemor shunga norozi bo'ladigan bo'lib, ko'ngli chopmaydigan bo'lsa, tagda ginekologning oldiga boradi-da, abort qildiradi. Lekin shu paytgacha bunaqa turdagi ko'p bemorlarga yordam berganmiz. To'satdan paroksimal taxikardiyasi bor yoki qorinchalar ekstrasistaliyasi bor bemorlarning bir nechtasini tuzatib berganmiz. Ya'ni kasalligi operatsiya qilamiz, kasallikni yo'qotib berganmiz. Bu bemorlarimiz homiladorlikni tabiiy yo'l orqali, tug'ruq orqali davom ettirishgan, ya'ni o'zi tug'gan, hech qanaqa keserva qilmasdan, operatsiya qilmasdan. Buni imkoni bor albatta. Shu uchun homiladorlikda bo'ladigan har qanday aritmiyalarga homilador ayollar chuqur vнимание bilan qarash kerak. O'z vaqtida to'g'ri yordam berilsa, homiladorlikni to'xtatmasdan turib ham kasallikni davolasa bo'ladi.